Biz Rossiyani srochni tark etishimiz kerak. Hamma bu videoni ko'rib turgan Rossiyada ishlab yurganlar, hammanglar ishtinglar. Rossiyani biz butunlay tark etishimiz kerak. Ogoh bo'linglar. Bu videoga bittadan like bosinglar. Sababini hozir men sizlarga aytib beraman. Va bu videoni ko'ringlar. Можете прочитать, что у нас на микрофоне написано? Да. Что написано? Это мы, Абдулла. Что? Абдулла. А какой вот этот цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен Чуть. сдавали. Да. И как сдали? Купили? Да. Ko'rdinglar? Deputat Alisher Qodirov mayli millat uchun, millat sha'ni uchun rosa harakat qilyapti. Rasul Qo'shirboyev bu Rossiyani biz tark etishimiz kerak, biz Germaniyaga ketishimiz kerak, biz Ukrainaga ketishimiz kerak, bir boshqa joyga ketishimiz kerak. Yevropa bizga zo'r pullarni beradi deb juda chiqib olib gapirishyapti mikrofonni olib. Men ularga husumatim yo'q, boshqam yo'q. Rossiyaga kim kelayotgan bo'lsa, unijinni bo'layotgan bo'lsa, men bunaqa hozirgi videoda ko'rganingdagi til bilmagan inson unijinni bo'lib yuribdi. Как тебя зовут? Desa, да, кирпич надо ложить. Да, я буду сейчас ложить, deyapti. Как здравый, ровный, четкий ruschada вопрос berganda ответ qilsangiz, hech kim Rossiyada mana vallahi mana rus millatidanman. Rus sifat deb yozadiganlar hozir. Rus millatidan men hech qanaqa yomonlik ko'rmaganman. Sababi bilan ishi yo'q birov bilan. Birov g'iybat qilmaydi, birov ko'tinka olamaydi, birovga ziyon yetmaydi. Agar siz ziyon yetkazmasangiz. Men lichni o'zimiznikilardan yomonlik ko'rgan bo'lishim mumkin. Fitna, orqangizdan g'iybat qilib, ko'tka olib, ashuna qilishi mumkin. Lekin rusda unaqa odat yo'q. Da pizdi deydi. Nima hayot kechirasan, qanaqa yashaysan, ularga вообще qiziq emas. Shu o'rinda Rasul Qo'shirboyev, Alisher Qodirovlarga bir tavsiyam. Как O'zbekiston fuqarosi sifatida. Sizlar deb kabinetda o'tirib olib, Rossiyaga umuman bormaslik kerak demasdan, o'sha chegara yo aeroportda turib, qayerga ketyapsan? Ruscha bilasanmi? O'g'lim yo ukam senim deb so'roq qilishingiz kerak. So'rashingiz kerak. Mahalla komitetlar shug'ullanish kerak. Sal ruschani o'rganib, maktablarda biralga ilmni oshirish kerak deb bilaman men. Chiqon. Kuni kecha amolni urib, okalar Rossiyada iznasilik qilib qo'yapti, neruskiylar boshqa qilyapti. Shuni hisobidan ham reydlar bo'ladi. Biz ham oppoq bir chotki insonlar emasmiz. Kafelarga borib 200 gram aroq ichib olib urushyapti, to'palan qilyapti, pichoq tiqyapti, boshqa qilyapti, bespredel qilyapti, o'g'irlayapti. Mana shuni hisoblariga ham Rossiyada deb o'ylayman, shular reyd tadbirlari bo'lyapti deb o'ylayman. Men chisto o'zbekman. Men o'zbek millatini eng yaxshi ko'rgan millatim. Nafaqat o'zbek, Sredney Aziyadagi o'zbek, tojik, qirg'iz hammani yaxshi ko'raman. Bu videoyimdan nima demoqchiman? Biz o'zimiz sal kulturniy estetika degan narsani o'zimizga ozgina singdirishimiz kerak deb bilaman. Nos chekib deb avtobusda chisto o'zini tilida gapirgan. Biz bu yerga keldikmi? Biz tirikchilik qilgani keldik. Mentalitetini qadrlashimiz kerak, birov mentalitetini. O'zbekiston yo Tojikiston yo Qirg'izistonga bittasi borib turib, techo deb turib aroq ichib ko'tarib yo bir o'zidan ketsa, biz ham o'zini joyiga tushirib qo'yamiz. Hali pichoq oldi, o'zingga ur, og'rimasa boshqalarga ur deydi. Meni gapimni kimdir noto'g'ri tushunadi, kimdir to'g'ri tushunadi. Sal ongi bor inson. Haligi O'zbekistonda kerak emas odam, Rossiyada ham kerak emas даже. O'zbekistonda hech kimga foydasi tegmagan yo bir hunari yo'q, bir ilmi yo'q odam O'zbekistonda kerak bo'lmagan, Rossiyaga kelib men o'qidim, menga ish yo'q. O'zbekistonda sen kerak emas bo'lding, Rossiyada ham kerak emassan, sen обратно ket uyingga. Naborot bo'lishimiz kerak. Biz дружно, мирно yashashimiz kerak deb bilaman men. Meni gapimni qo'llab-quvvatlaganlar bittadan like bosib, kommentariyada обязательно fikringizni yozib qoldiringlar.